Assalomu alaykum. Hurmatli dehqon akalar. Mana silos uchun mo'ljallangan Xitoy deyman, anaqa makka urug'imiz mana silos uchun. Qo'lingizni ko'taring aka. 180 mlik bo'yiz, 180 mana akalar 3,5 metr, 4 metr bo'lib turibdi mana. Balish bilan teng bo'lib turibdi. Uzun balish bilan bir xil. Hali antena chiqarmadi. Antena chiqargandan keyin ham 70-80 sm hisobi bor. Bu dori ham solinmagan. Bulturgili akamiz ekkandi ko'proq joyga. Endi bu yilga 你好，阿里，这个就是那个幸运麒麟，种子就是这样子的。那个有拿耙扔的不？咱们就再给点保险啊。再给点。这个要这个主要什么问题啊？那我们往前看到这个什么的。 Assalomu alaykum. Hurmatli dehqon fermerlar, mana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahrida Doniyorbek oshnamiz chorvachilik yerdamiz. Mana xudo xolasa F1 silosga bergan urug'imiz. Mana 20 nechinchi marta ekkansiz? 26-marta mana. Aka qo'lingizni ko'tarib qo'ying-da, mana shekilda. Mana 170 lik akamiz ko'rinmayapti. 4 metrga boradi. 4 metr mana. Biza dumbilni olishni boshladi, papalar chiqarib. Assalomu alaykum hurmatli dehqon fermerlar. Tianshan 6. Xitoy 90 kunlik makka urug'i bug'doydan keyin iyulda ekilgan. Iyulda bir 10migina shunaqa 11-12 larda ekilgan. 25 kilodan ekilgan. Silos uchun. Mana Assalomu alaykum. Hurmatli dehqon akalar, fermerlar, mana bu yilgi hosilimiz Xitoyda yangi navi 2022-yil 2-oktyabr. Sartorovga qilinmagan bir chekada to'kilgan holat. Yetarli 20 tonnadan tepasida 25 tonnaga qadar hosil berdi. 70-80%, 90%